harfi ailesideki sırdaş dostlar bilen tanışıp kalışını xalamsız? Baş Yalğız Ayaq Ulanma harfining har qaysi shakllari o'zining so'zlardagi o'rnini tunishtirsam deyatıdı. Qenamsa diqqat qiling. Yarışıp bu ənder gülünün atlas kengligi, çaqnab əksi əynəkdə içildi kengli. O'g'ri daraxt kesmekte osta. Daraxt akı çıdımay yığılmakta. Mehmetcan meynet balalarga öç, meynet balalar Mehmetcan'a amraq. Məşəl kötürüb kəlməkdə əsəd. Gayret kıl gayret, tez nişanğa yet. Siz yuqorida 3 harfning har qaysi shakllarini ko'rib bo'ldingiz. Endi bu harflarni birlashtirib bir necha so'z tuzib baqandiq. Ne'ga ani qo'shsak na bo'ladi. Ne. Te'ga ani qo'shsak ta bo'ladi. Ta. At. Aga nani qo'shsak ana bo'ladi. Ana. Aga tani qo'shsak ata bo'ladi. Ata. Bizning oila. Bizning uyda bovam, momam, apam, men va ukam qatorliq 6 odam bor. Bovam bilan momam dehqonchilik qiladi. Dadam zavodda ishlaydi. Apam o'qituvchi. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam nayda yig'langu. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'rgan anglagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bugun men do'stlarim bilan o'ynag'ach, ko'rganlarimni she'r qilib yozib chiqdim. Aynak sirtar Salima, meş'al oynar Azmet, axlat töker Hanife, Asad polni tazlıvet. Öydekiler bu şiirimni anlap meni maqtab ketdi. Bizning aile pekmi baxtlik. Hammamiz bir-birimizga kuyinimiz. Men ailamizni intayin yaxshi ko'raman.